Voydod K5 nima deyapti? 13 ming dollarlik K5 avtomobilimiz 1.6 turbo motor. 2020-yil 97 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i benzin. Prestige pozitsiyasi. Rangi nima deyapti akalar buni? Shunaqangi antikvar, ajoyib rangli mashina minadiganlarga mana K5 ideal holatdagisi. Narxi 18 million 790 ming won. 13 ming dollarga to'g'ri keladi hozirgi kursga. Balonlari ham normalniy holatda. Signallar orqasidan 2 etapli isitadi. Keng holatda top-toza salon. K5 so'ragan akalarimizga videoni tashlab qo'yamiz. Oldi signal elektronniy. Ideal holatdagi polosani o'sha edi. 97 ming kilometr atiga. Rullar sportivniy rul. Nima deyapti mashina? Skors rычagli. Signal sug'urtadi, isitadi, avtohold, avtoparking, 360 kamera, USB aux hammasini o'qiydi. Monitor. Black box shuerda ko'rinmayapti. Black box yo'q bo'lsa, arzon joyini bilamiz. Xudo xolasa o'tirishga harakat qilamiz. Mashinalar shu ideal holatda shunaqangi K5 so'ragan akalarimizga video tashlab qo'yamiz. Bu mashinamizni bittagina aybi, kichkinagina aybi bor. Oldi Kirillo, o'ng tomon almashgan. Kirasi toza. Qolgan joyi umuman kirasi tegmagan, alishmagan. Bitta shu oldi o'ng tomon shu oldi qanot almashgan xolos. Almashgani bilan rangi o'zgarib qolmagan. Bir xil tsvetdagi rangli Kirilloni topib qo'yishgan. Umuman o'zgarish topish qiyin. Bitta shu kapot toshgandan shu yerda Kirilloni qatirgan joyidan bilsalaring bo'ladi xolos. Qatirganda ham mana joyiga tushirgan. Tekis turibdi mana. Faralar ham, buffer ham. Bu yog'i mana eshik bilan tutashgan, kapot bilan tutashgan joylari ham ideal turibdi.